Bugun 25-iyun 2025-yil Hazera fermasini Sabina F1 ro'zaviy pomidorlarini urug'larini tashlashni boshladik. Stakan qilib chiqqanmiz. Shularga urug' tashlash yozgi kunlarda shunaqa qilib bosiladi. Shunaqa qilib nomiga bosib chiqiladi. Ustidan biroz go'ng tashlab chiqamiz. Keyin ustini bo'z bilan yopib qo'yiladi. Namligiga qarab suv berib turiladi. 2 kunlarda, 3 kunlarda xudo xolasa chiqib qoladi keyin. Zamira F1 ni olib keldik. Va nihoyat keldi. O'zi ham bir haftadan beri kutayotgandik. Bo'lmasam ertaroq tashirdik. İmkoni bo'lmadi. 4 mingta Zamiradan olib keldik. Bugun tashiymiz uni ham. Yarim Sabinani tashab qo'ydik. Endi Zamirani tashlayapmiz. Pomidor urug'larimizni stakanlarga tashab, ustini ko'mib, ustidan suv berib oldik. Endi xudo xolasa suvga qarab tursak, namligiga qarab tursak bo'ldi. Kechikib ketdik. Urug'da kutib qolib ketdik to'g'rirog'i. Ozgincha kechroq bo'lsa ham endi iloji yo'q. Mabodoga ataplenasi bor. Kistini kamroq qilamiz deb mo'ljal qilib turibmiz. 4 ta kist qilsak bizga yetadi. Bir shox qilib 4 ta kist qilsak ertaroq qizaradi. O'shani o'zini ham barakasini bersin. Mana shu Sabina bilan bitga Sabinani ekamiz. Xudo xolasa. Bu 8 sotili yerimizga 3 mingtani mo'ljallab turibmiz. Endi qancha joyga qancha ketadi. Faqat ustidagi kilonkalari men birinchi teplasanikini yirtib ketdi-yu. Buni olib tashlaymiz hammasini. Kilonkalarini olib, setkani o'zida qoldiramiz. Yaxshiroq rivojlanadi. Qiynalmaydi unchalik shunda. Bu yerga Sabinani eksak, bu yoqda hali pomidorlarimiz biroz bor. Bu yoqdagilariga 11,5 sotilikka Zamirani tashladik. Undan ekamiz. Hozircha o'ylab turibmiz. Bir shox qilamiz. 4 tadan shingilini qoldirsak, menimcha tezroq nima qilsa kerak. Shuni o'ylab turibmiz, endi biroz kechroq bo'lganligini hisobiga. Atapleniya sistemalari bor. O'zi qizargani yaxshi baribir. Tezroq qizarib, bez rasxod qizargani yaxshiroq. Buni pomidorlarni terib oyapmiz. Biroz bor pomidorlari. Ekilish sistemalarini buni birinchi yuvamiz. Hozir buni tozalab, urug' tashab qo'ydik mana. Tozalab, go'ng solamizda haydab turib yuvamiz pol-pol qilib. Xudo xolasa ularni ham videolarini qo'yaman. Bu yerimizga oxiri mart oyida bergandik trichoderma, undan keyin bermagandik. Biroz nematoda tushibdi. O'tgan yili vaqti bilan berib turdik. Nematoda umuman muammo bo'lmagandi. Bu yil trichodermadan boshida foydalandik-da biroz. Keyin foydalanmadik. O'shaning hisobiga esa kartoshka bo'lib ketibdi. Yuvganda ancha tozalanib qolsa kerak. Ko'ramiz.
O'zi trixoderma yaxshi ishlayotganda doimiy beraverish kerak ekan. Bunga ikki shox qilib qo'ygandik. Hozir shu yerdan ham ko'rinib turibdi. Ikki shox yaqin bo'lib qolgan rosa ham. O'shani hisobiga oxir paytlar umuman qaramay ham qo'ydik o'zi bunga. Faqat hosilini terdik. Oziqa ham kamroq berdik. O'shaning uchun ham nematoda tushibdi biroz.